Assalomu alaykum, Nabijon Nurmatov kanaliga xush kelibsiz. 4000 somon podarka parpishchilar uchun. Baroy parpishga 4000 somon podarka. Yana adresini sizlarga aytib o'tayim. Shu bir uyni chiqaryapmiz. Nasib qilsa shu uyni srochno sotish kerak, ya'niki pul kerak. Shu uy sotilsa, egasi aytayapti, 4000 somon podarka deyapti. Kolxozobod ittifoqda 5 bo'ladi. To'g'ri yo'l asfalt uyning orqasidan shunday kelamiz. Mana bu hovliga polni nasib qilsa inshaalloh hovlidan siz ko'chadan uja asfaltda kelib uyga kirib ketasizlar. Katta yo'lga ham bir 1 kilometrdan keyin o'sha asfalt katta trassa. Buna uylarga kelamiz. Bu yer samotyok suv keladi. 140 tonnalik havuzi bor. Ondan tashqari 18-17 sodiqda limon, 6 yillik limon. Bilding o'zi limonni 200 ming somonga sotibdi. Bu yerdan limonni siz bir hasilda 200-300 ming somonga inshaalloh yaxshi qarasangiz olasizlar. Buna o'ng tarafga kirganimizdan hovlida uy. To'g'ri limon. Jiringizlar birinchi limonni ko'rsatayman sizlarga. Chunki bu limonning zo'rlig'i men o'klam shu pishgan payti noyabr oyida ama oktyabr oyida kelib turib janga pishib boshlaganda video olgan edim. Juda ham hasildor limon. O'zimda ham limonim bor. Mazza qilib faqat qarash kerak. Men o'zim qiziqqanim limonga parvarish, yuvib, qarab, suv qo'yish kerak. E'tiborli bo'lish kerak. Xullas mehnat qilsangiz rizqini beradi. Shuning uchun shu limonning o'zidan bir yil 200 ming somonga sotibdi. Faqat haligi arzon payti sotgan edi. Qishda 25 somondan edi. 12 somondan sotgan, 25 somondan sotganda 400 ming somonga faqat bir yilda limon sotishingiz mumkin edi inshaalloh. Shuning uchun biz 25 somondan berdik. Mana hozir limonning narxi 35 somon. Adamlar 30 somondan optovoy beryapti. Mana limonni kelsak, limonga 6 yillik limon juda az ayni gulga o'tirgan payti. Ya'ni o'zi nav gul ko'rsatadi maqsad. Ayni gulga shotki sassayanda inshaalloh o'tirgan gullayapti. Mana zamburlar ham jiribdi. Mana shu yerda 4-5 xatar uzunliga limon, 100 necha metr limon uzun, 120 metr uzuni. Böyle juda ham inshaalloh faqat shu videoni foydalisi qilib e'tiborli odamlarga bo'lsangizlar jetib borsa sotib oluvchi odamga adres Kolxozobod ittifoq. Narxini aytsam urkmangizlar. Chunki narxi 2,5 million somon. Ya'ni 2 million 500 hazor somon. Bu savdo meshava. Ya'ni dokument chizi charash hammash qaydaviy dokumentlar bor. Mana shu uyning uzunluğu shu hovlidan kirib kelsangiz 150 metrmi uzunidan juda uzun yoki 200 metrmi, 200 metr ham uzunmi? Hovli uzun 32-33 sodiq. 6 sodiq, 7 sodiq ham xelaymi guftesayda maqsad. 32, 30, 31 sodiq, 33 sodiq shunday dedi. Mana shu uy. Ana endi buni uylarni sizlarga birinchi ko'rsatib o'tdik. Bu yerda limon saqlagan bir yil. O'zi egalari Dushanbeda. Mana faqat limon qiladilar, limon bilan shug'ullanadi. Shu aytib hamma joyda limon karabga ko'ryapsizlar. 140 tonnalik havuzi bor. Samotyok suv keladi. Yana limonga da 140 tonna havuz qoldi. Ya sen 40 tonna havuz dora. Mana bu ikkinchi xonasi. Qarang limon masab. Ana endi bu yana uyga kiramiz. Mayli xayuja. Ne huynak. Bismillahirrohmanirrohim. Mana bu uyga kiramiz. Uyga kirayotganimizda uzun koridor. O'ng tarafda birinchi xonasi ekan. Qana suyutlar yo'qmi ekan? Svet neyse. Biraz yaşamayaptılar o'zlarini ko'ryapsizlar. To'g'ridagi dushovoy. O'ng tarafda yana bir xonasi bilan marhamat. Ko'ringizlar, inshaalloh yashagan sassayada kelib turibdi. Yaxshi. Faqat xaridor bo'lsangizlar, olsangizlar savdosi bor 2,5 million somon degandan keyin yaxshi muomalasi bor. Chunki bu yerda o'z ittifoqda yerning sodiqi juda qimmat. Mana bu yer yana bir xonasi pol ekan, hammasini qarang, pol. Mehmonxona, patologlar qaraganda gullagan inshaalloh. Kimga nasib qilsa, yaxshi kunlarga yashasangizlar bo'ladi. Gap pulidan qashmangizlar. Bu yerda lekin jeri ham ko'p, uylar ham juda yaxshi, havuz ham bor. Limonning o'zidan inshaalloh yaxshi daromad olasizlar. 3-4 yilda, 5 yilda limonning o'zidan 5-6 yilda inshaalloh o'zi javob ketadi. Limon chunki ko'p yashaydi-da. Unda gaxlan limoni bor, 25 yil bo'lgan. Hali mayda, serenli limondan. Limon shaftoliga o'xshagan emas, ko'proq yashaydi ekan.
Shunga qarashingiz. Buni bu ham qarang, bostirma, chap tarafda darvozadan kirsangiz, chap taraf darvoza. To'g'ridan bundan mening mashinam turibdi, shuni hovliga kirib kelasiz. Stiyashka, gul, to'g'rida limon. Buni ham neri kashalkasi ham bor ekan. Buni ko'ryapsizlar. Ekranda nomerlar bo'ladi, inshaalloh telefon qilasizlar. WhatsApp promoy nomer. İnşallah şu videoni bir saligini foydali saqlasangizlar ajoyib bo'lmaysiz. Chunki malol kelmasa bir videoni foydali saqlab qo'yingizlar. Savob uchun ham shu insonga majburlikdan, ya'ni satyapti. Sog' bo'lingizlar, salomat bo'lingizlar.